Assalomu alaykum, hurmatli YouTube foydalanuvchilari. Bugun sizlarga dekor bo'lgan uyda podogonni o'rnatishni ko'rsataman. Hozir bu tayyor kesgan podogonligimiz. Buni chiqarib olamiz. Ana dekor urilayotgan paytda derazaning tag qismidan dekorimizning rekasini 2 sm pastga tushiramiz, chunki podogonlikning razmeri ham 2 sm. Hozir sizlarga ko'rsataman. Xo'sh, deraza o'lchanadi. Deraza uzunligi 1.20, 1.9 sm. Biz 1.20 qilib olganmiz mana bu podogonligimizni. Xo'sh, bunaqasi 32 sm. Biz buni 40 qilib olganmiz. Sababi 5 sm tashqariga chiqadi, 2-3 sm derazaning tagiga kiradi. O'shani hisobiga olib, shunaqa razmerga taxlab olganmiz. Deraza o'lchanadi. 1.10 bo'lsa derazamiz 1.10 o'lchanadi. 5 ikki tomonda quloqcha chiqib turadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda taxtacha qo'yib, derazaning tagini tegizib, xohlasangiz pona qo'yishingiz mumkin. Osonda mix ham olib qo'ysa bo'ladi. Keyin ikki tomondan pona qo'yib qo'yasiz. Keyin pena sepiladi. Boyagi podogonlik o'rnatib yopishtiriladi. Bir o'zim bo'lgani uchun men sizlarga uncha yaxshi ko'rsata olmayman. Og'zaki ancha tushuntirdim deb o'ylayman o'zim. Qo'yish jarayonini ko'rsataman. Deraza nechi bo'lsa ichi o'sha o'lchanadi. Keyin derazaning tagiga bu yoq kiradi. Bu yoq tomonga. Bu dekor bo'lgan uy, shuning uchun shunday ko'p o'pirib tashlay olmadik. Bu yoq tegishi dekorga. Ikki tomoni ham tegadi. Bu yoq derazaning tagiga kiradi. Pena sepib yopishtiriladi tamom. Keyin ustiga og'irroq narsa qo'yiladi. Shtabi ko'tarilib ketmasligi uchun.